Assalomu yurtdoshlar, Yusuf Moto kanalining podpischilari. Bizni kuzatib borayotgan bo'lsangiz, like deb bosamiz, bangillatib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yamiz. Keyingi videolarimizni o'tkazib yubormaslik uchun. Xo'p, Yusuf Moto do'konimizga AgriGlobe 1105 mini traktorimizdan vobshe yangilangan oxirgi pozitsiyasi yetib keldi. Xudo xohlasa buni yig'ib, taxlab qo'yganmiz. Ancha muncha klientlarimizdan o'zi buni kutib qoldi. Endi men video avzor qilib o'tamiz. Xo'p, buni haydab, yurg'azib, chiroyli qilib avzor qilib o'tib ketamiz. Bundan qisqacha ma'lumot aytamiz. Xo'p, balonlarimizda 7,5 ga 16 orqa balonimiz bo'ladi. 5 ta bold gaykali. Orqa balonlar bemalol kengayib qisqara oladi. Old baloni 600 ga 12 balon bo'ladi mana. Xo'p, balonlari shiroki, uncha munchaga qolmaydi. Visi ham oldingilarga nisbatan ancha og'ir. Materiallarimiz juda qalin, mustahkam. Oldingiga nisbatan ham 10-15-20 sm salgina o'sha uzunroq qilganmiz. Puti bemalol bir-biriga xalaqit bermaslik uchun bu tomondan odam mana bemalol minib chiqishi uchun. Xo'p, tormoz sistemamiz ikki tomonnikiga ham alohida bo'ladi. Panelni power shirichaklari bor. Xo'p, eng asosiysi komplektida aylanma amerikanskiy plugi bilan ikki korpus aylanma amerikanskiy plug 1,5 sm frezasi bo'ladi. Yana qisqacha orqada pavoroti bilan stopi bo'ladi. Akalar bemalol pavorotlarni yoqsa orqadan kelayotgan mashinaga xalaqit bermaydi. Aniq ko'rinib turadi. Zadni faralarimiz bo'ladi. Xo'p. Bu oldi orqa bemalol ishlatadigan raspretlerimiz bo'ladi. Oldiga ham nasosi bo'ladi, orqada ham nasosi bo'ladi, silindri. Hozir plugni mana orqaga aylanma plugni ustinovka qilganimiz hisobiga oldidagi shlenka orqaga o'tib ketadi. Nima deyapti akalar, ukalar? Balonlarning orasi ham 1,20 balon oralig'i. Xo'p, materiallari qattiq, qalinidan o'sha oldingi partiyalardek mahkam, mustahkam bo'ladi. Xo'p, keyin starterlarni oldiga tushirdik. Ixcham chiroyli bo'lishi uchun oldiga joylashtirdik. Qulay bak sig'imi kattaroq bo'lishi uchun. Mana qo'shimcha dinamlarni mana yonga tushirib qo'ydik. Yondan bemalol harakat oladi. Oldi shkiflari 5 talik bo'ladi. Sabab 3 ta motor korobkani o'ziga, bitta jatkaga, bitta dinamga. Akalar nima deyapti bu? Faralari 4 ta fara bo'ladi, pavorot. Oldida ham pavoroti bor, orqada ham pavoroti bor. Buni ana endi haydab ko'rsatib beramiz. Eng qiziq joylari. Traktor joyida buriladi. Bitta balon to'xtaydi, bitta balon aylanadi. Bunaqa hali hech qayerda yo'q. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Like, podpiskani ayamaymiz.
akalarimiz bemalol kelaverasiz, bizlar videolar. Bemalol kelaverasiz. Yusuf Moto do'konida mana shunaqa oxirgi versiyasi va sifatli texnikalarni faqat biz olib kelamiz. Bizga kelib murojaat qilaverasiz. Bu aylanma bulut zavodskoy frezasi komplektida bo'ladi. 11.05 yangilangan versiyasi, sifatlari udar zo'rdan bo'ladi. Like, podpiskalarni bosamiz, ayamaymiz. Narxlarini xudo xolasa 2-3 kunda chiqaramiz akalar. Like'larni bosib banglab turamiz. Kommentariyada omad so'zini yozib ketamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.